Assalomu alaykum. Uyga telefon qilmoqchi bo'lib yurgan hurmatli obunachilar, sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek. Bugun 4-noyabr 2025-yil biz navbatdagi xonadonimizni telefon ishini Farg'ona viloyati Quva tumanida juda ham go'zal holatda o'z nihoyasiga yetkazdik. Kanalimizda mehmonlar uchun eslatib o'tmoqchiman. Biz jamoamiz bilan birgalikda xonadonlarga ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan telefon ishlarini qilib kelmoqdamiz. Bu sohada 7 yillik tajribaga egamiz. Agar siz mana shu videoda boshdan oxirigacha ko'rsangiz, mana shu xonadonimizni hozirda sizga video obzorini qilib beraman va video oxirida bu xonadonimizga nechta pul ketganini ham aytib o'taman. Bo'lmasam do'stlar, videolarimiz keng tarqalishligi uchun agar malol kelmasa, bir dona like tugmachasini gumburlatib bosib qo'ying. Men esa video obzorimizni boshladim. Qadrdonlar, bo'lmasam video obzorimizni boshladik. Bu xonadonimiz Qumariqda joylashgan. Quvalilar bo'ladigan bo'lsa, bu joyda juda ham yaxshi biladi. Kelib bemalol ishimizni tekshirib ketish imkoniyati bor sizda, agar siz Farg'ona viloyati Quva tumanidan bo'lsangiz. Bu tashqari shapkamizning ko'rinishi, kazirokimizning tagi, tashqari shapkalar boshidan oxirigacha, darvozaxona va ichkari shapkalarni bu xonadonimizni telefon qilib berdik. Shapkalarimizni oldi qosh peshini 90 gradusli va однотомный mokri karnizdan o'rab berganmiz. Hozirda ustalarimiz mana bunaqa joylarini polnisi tunikada o'rab berishmoqda. Ya'ni mana bu ko'rib turgan yog'ochlar polnisi tunikafonda obshipka qilib o'ralib ketiladi. Albatta mana bu darvozani tepa qismi ham. Ishimizga baho berib qo'ying, xudo xohlasa ko'ngildagidek ajoyib ko'rinishda bo'lib bitdi ushbu xonadonimizning tunikafon ishi ham. Xonadonimizga ishlatgan tunikamizning qalinligi 0.35 qalinlikda bo'ldi. Asosiy oq tunikamiz 0.35 da bo'ladi. Mana bunaqa mayda detalli, ya'ni mokri tunikamiz 0.3 qalinlikda bo'ladi. Mayda detalimiz mokri rangda bo'ladi, ya'ni shurshaviy, mativiy bo'ladi. Asosiy tunikamiz esa glansiviy bo'ladi, hurmatli obunachilar. Mana bu tillo ranglari ham tunikaning ichida hisoblanadi, alohida hisoblanmaydi. Faqat darvozaxonaga qo'yib berilgan kosmos lyustralari alohida hisoblanadi. Darvozamizning dizayniga bitta baho berib qo'yasiz, gullariga, naqshlariga va mana bu arkasiga ham bitta baho berib qo'ying. Biz mana shu arka dizayn ko'rinishiga moslagan holda darvozaxonamizni ham mana bunaqa kombinatsiya qilib juda ham chiroyli holatda chiqarib berdik. O'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Bu yerda hamma led lampochkalar ulangan, faqat bitta mana shuni obrazet sifatida yoqib ko'rsatib qo'ydik, hurmatli obunachilar. Mana bu joylarni ham ko'rishingiz mumkin. Chiroyli holatda o'rab berdik. Xonadonimizning chekalarini qosqon ko'rinishda qilib berganmiz, o'rtalarini shaxmat qilib berganmiz. Do'ppichalarni nima uchun tillo rangdan qildik? Chunki mana bu kosmosimizga kombinatsiya bo'lishligi uchun. Ichlariga esa mana bu shaxmatimizning ichiga 1,5 santimetrli lentalardan erinmasdan yurgizib chiqqanmiz, do'stlar. Bu ham mana bu karnizlarimizga va mana bu lentalarimizga kombinatsiya holatda bo'lib chiqadi. Xudo xohlasa siz ham bizni xonadoningizga chaqirsangiz, xonadoningizga moslagan holda uyingizga yarashadigan tunikafon dizaynini o'zimiz sizga ko'rsatamiz va taklif qilamiz. Agar sizga ishimiz yoqsa, xudo xohlasa ishingizni mana shunaqa go'zal holatda bitirib beramiz. Bu xonadon egasi ham bizning ishlarimizni YouTube tarmog'idan ko'pdan beri kuzatib, ishlarimizni sifatli ekanligiga ishonch hosil qilib, ana undan keyin bizga buyurtma berdi. Biz esa mana ko'rib turganingizdek kelib xonadonni mana shunaqa go'zal holatda tunikafon qilib berdik. Siz ham hech ikkilanmasdan ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning va buyurtma qiling. Inshaalloh sizni xonadoningizni ham jamoamiz bilan birgalikda borib, mana shunaqa go'zal holatda tunikafon qilib beramiz. Bu xonadonimizga jami bo'lib, tunikani rasxodiga hisoblaganda 183 kvadratga yaqin tunika rasxod qildik va xonadon egasiga jami bo'lib, kosmos lyustralari bilan birgalikda salkam 30 million so'm evaziga bitirib berdik. Hurmatli obunachilar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qildim. Tunikani qalinligini aytdim, kvadratini aytdim. Hammasi xudo xohlasa esdan chiqib qolmadi, aytildi. Xonadonimizning joyining kvadrati 120 kvadrat atrofida edi. Aynan mana shu fasonda bu xonadonimizga 183 kvadrat tunika rasxod qildik. Bu tunikamizning rasxodi joyining kvadrati emas. Bilasizlar do'stlar, biz joyining kvadratiga emas, tunikani kvadratiga hisoblaymiz. Taxminiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, mana bu joy uzunligi 8 metrga, eni 4 metr bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu qismi, hurmatli obunachilar, bu 32 kvadrat, bu joyining kvadrati. Biz tunikafonni mana bunaqa bukib, qayrib o'rnatishimiz hisobiga kvadratura jicha ko'proq bo'ladi. Ya'ni 32 kvadrat, 50 kvadrat, 55 kvadratga aylanishligi mumkin bo'ladi. Bu siz tanlagan fasonga qarab hisoblanadi. Agar siz hashamdorroq fason tanlasangiz, demak sizning xonadoningizga ko'proq tunika rasxod bo'ladi. Agar oddiy tekis fason tanlasangiz, demak ozroq rasxod bo'ladi. Misol uchun 30 kvadratga 5 kvadrat qo'shilishligi mumkin, agar siz oddiyroq fasonda tunikafon qildirsangiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, qo'ldan kelgancha mana sizlarga ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qildim. Hali ham like tugmachasini bosmagan bo'lsangiz, bitta like tugmachasini bosib qo'ying va
kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sababi biz deyarli har kuni kanalimizga qilgan tunuka ishlarimizni video roliklarini taqdim qilmoqdamiz, ya'ni qo'yib bormoqdamiz. Bularni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Biz video qo'yganimizda sizga birinchilardan borib Usta Shohruxbek kanaliga video qo'ydi deb boradi. Bemalol ishimizni ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, bo'ldi menimcha gaplarimiz tugadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoni mana shu joygacha ko'rganingiz uchun aynan sizga kattakon rahmat. Bitta komment yozib qo'ying. Men bundan juda ham xursand bo'laman. E'tiboringiz markazida har doimgidek Usta Shohruxbek bo'ldi. Rahmat hammaga.